Men shu paytgacha seminarimdagi kolичествоni hech qachon o'ylamaganman. To'xta, menga 50 ta odam yig'ilsin, 10 ta odam bo'ldimi, voy muncha kam yoki voy mana bunaqami yoki kunini surib, hattoki mana viloyatlarga chiqqanimda ham nechta odam yig'ildi, borishga arzirmikin demaganman. Chunki kelganlar buni yaxshigina biladi. 10 ta odam bo'ladimi, 5 ta yig'iladimi, 50 ta, 80 talik kishilik seminarlar o'tkazganman masalanda. Hech qachon shu narsaga qaramaganman. Men lafz berdimmi, shu kuni qilaman. Mani maqsadim chunki odamlarga bilimimni ulashishmi, ular natijaga chiqishmi, menga kolичество qizig'i yo'q. Только to'g'ri auditoriyada kolичество qachon menda rol o'ynaydi? Masalan, qimmat auditoriyalarda qilaman, bilasizlar. Pul to'lanadi, ular menga joy, stul qo'yib beradi, necha kishi bo'ladi deb so'ragani uchungina men kolичествоni aytishim mumkin. Misol uchun, men shu ishxonamda ham ko'rishim mumkin. Ishxonamni 30 kishi yutib olgan.